Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlarni nima uchun yaratganligini bayon qilib, "Va ma xalaqtul jinna vel insa illa liya'budun." Ben insanlar bilan jinlarni faqat menga ibodat qilsin uchun yaratdim deydi. İbadat qilish degan Alloh taologa bo'ysunish, Alloh taolaning buyurganliklarini joni dil bilan ijro qilish, hech qanday Allohning amriga xiloflik qilmaslik degan bo'ladi. Alloh taolo yana insanlarni bu dunyoga yaratganligini ve bu dünyada ma'lum muddat berilgan ömrüden keyin ölüm bilan bu dunyodan ketadiganligini, bu ishning nima uchun mushundaq bo'ldiganligini bayon qilib, "Allazi xalaqal mauta vel hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alloh taolo ölümni ve hayotlikni sizlarning qaysinglar yaxshi ish qiladi, ishni eng yaxshi, eng puxta qiladi, shuni sinash uchun yaratdi deydi. Demak, insonlarning bu dunyoga yaratilishi, bu dunyoda ma'lum muddat berilgan ömrü boyunca hayat ko'chirib, ondan keyin ölüm degan bir ish bilan bu dunyodan ketishining hikmati ve bunun sebeplari insanlarning mushu dunyoda özünün yaratquchisi bo'lgan Alloh taoloni tunib, Alloh taolaning buyurganlarini icra qilishdan iborat. Buni kim yaxshi icra qiladi, kim icra qilmaydi, buni sinash uchun Alloh taolo bizga bu dunyoda ma'lum muddat ömrü verdi. Bu ömrümüz ichida qiladigan ishimiz, hareketimiz, sözlerimiz eğer Alloh taolaning buyrug'ini, payg'ambarning ko'rsatgani bo'yicha bo'lsa, o chaqda biz sinoqdan o'tgan bo'lamiz. Agar qilgan ish harakatlar o'z xohishi, nafsi shaytonning oqisiga kirib, xohlagancha ish qilish, Allohning amriga itoat qilmaslik, Allohni tonimaslik bo'lsa, o chaqda sinoqdan o'tolmagan bo'ladi.